xalqqa yoqadigan narxda akalar to'qli qo'ylarimiz xudo olsa yetib kelgan. Vohid akamiz arzonchi akamiz xudo olsa Vohid aka narx xalqqa yoqadi deyapsiz, ha? Shunday Ilhomjon. Mazza qiladi ham. Yoqadigan, mazza qiladigan narx aytaman Ilhom. Yeb baraka toping. Mana akalar ko'rib olaveramiz. Xudo olsa nechi bosh? Ilhomjon, buni soni 16 bosh. Aha. 2 dona qo'chqori bor. Olib 16 bosh. U ham shuni ichiga bo'ladi Ilhomjon bugun. Qo'chqorni ham ichida berib yuboramiz. Shu narxga beraman. Yeb baraka toping. Necha oylik aka bular? Bular 10 oylik, 11 oylik Ilhomjon. 10 oylik, 11 oylik akalar to'qli qo'ylar, ikkita qo'chqori bilan. Shunday. 16 bosh olib. Do'stlar 17-mart sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganmiz akalar. Akalar bittadan like bosib qo'yasizlar, shunaqa arzon joylardan akalar so'ragan obunachilarimiz bo'lganda, bemalol mana Vohid akamizgacha barakasini bosib yuborsanglar bo'ladi. Akajon yeb ichlardan muammo yo'qmi buni? Muammo yo'q Ilhom, bir hafta garantiyasini beramiz bularni. Aha. Ilhom, bularni bir joyga olishadigan xalqimiz bo'lsa, Xo'p. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman 3,5 dan narx. Yeb baraka toping. Akalar 3,7 million so'mdan. 3,5 milliondan qilib beraman. Baraka toping. Dastavkasini ham qilib beraman, bir joyga olishsa. Dastavkasini ham akalar qilib beraman deyapti. Qayoqdagilarga agar yarmini olaman desa, 50 bo'ladi dastavkasi. Aha. Bir joyga olishsa o'zim 1 so'm kerak emas, dastavkasini qilib beraman. Yashang. Akalar 3,5 million so'mdan pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Optimaga shunaq, Toyota'larga ham shunaq. Agar tanlab olaman desanglar, narxlari o'zgaradi. Buni sal akalar baquvvatroq variantlari ham bor, bo'g'oz variantlari qiziqsanglar bemalol akamizdan so'raverasizlar. Ularni ham alohida tushirib kanalga joylab qo'yganmiz.